Maryam, Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Kechirasiz yaxshi qiz, siz bilan tanishsak bo'ladimi? Nima uchun? Nima uchun? Balki sevgi uchundir. Hozir tanishganimizdan keyin siz menga ismingizni aytasiz. Keyin telefon raqamingizni berasiz. Har kuni telefon qilib sizni bezovta qilaman. 1-2 hafta cho'qinaman. Keyin bolalarni chopib sizni uchrashuvga taklif qilaman. Uchrashuvda bir-birimizni sevib qolamiz. Har kuni sizni har xil romantik kinolarga olib chiqaman. O'tdagi sevishganlarni ko'rib, xuddi o'zimizning hayotimizdek tasavvur qilamiz. Sokin kechalarda sizni uyingizga kuzatib qo'yaman. Agar mabodo sovqotib qolsangiz, ustimdagi kurtkani yechib, sizni ustingizga qo'yib isitib qo'yaman. Keyinchalik sizga turmushga chiqishga taklif qilaman. Siz o'ylamasdan turib rozi bo'lasiz va dunyodagi eng go'zal kelinchak siz bo'lasiz. Butun O'zbekiston bizning to'yimizga havas qiladi. Keyin sevgimizning mevasi birinchi farzandli bo'lamiz, keyin ikkinchi farzandli bo'lamiz. Uchinchi farzandli bo'lganimizda siz semirib ketasiz. Va ko'nglim sizdan sekin sovishni boshlaydi. Bir marta xiyonat qilaman, tutib olasiz. Ikkinchi marta o'ynashim bilan tutib olasiz. Kechirasiz uni ham. Uchinchi marta esa kechira olmaysiz va sudga ajrim qog'ozini olib borasiz. Ajrashganimizdan keyin siz mendan aliment talab qilasiz. Men aliment bermasdan qochib yuraman. Keyin farzandlarimizni boqa olmay siqilasiz. Siqilganingizda sahr kasalligiga uchrab jinni bo'lib qolasiz. Jinni bo'lib qolganingizdan keyin farzandlarim sizni qariyali uyga tashlab ketadi. Men oilali, baxtli bo'lib ketaman. Xullas qilib aytganda hayotingizni etmoqchiman. Shunga nima deysiz? Tanishamizmi? Shahlo. Kechirasiz. Siz bilan tanishsa bo'ladimi? Yo'q, hayotimga tiqadigan joyga tiqib bo'ldilar. Yo'q, kech qolibman-da. Kim bor ekan, hayot tiqilmagan-a?